3 yil bo'ladimi, 5 yil bo'ladimi, 10 yil bo'ladimi, pasportingiz ko'k bo'ladimi, posolstvodan olgan bo'lasizmi? Qancha bo'ldi kelganingizga? 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri yuribmiz mana. Dokumentingiz yo'q 3 yildan beri, to'g'rimi? Yo'q. Bittasi sizdan dokument so'radimi mana kirganingizda? Yo'q. Hamma yo'q, muammo yo'q. Hali do'stlar, men videoda aytaman-da aka, opot deyiladi uylarda qanaqa yurasizlar? Sizlar men bilan kelsanglar aeroportga deyman-da. To'g'ri ekanmi shu gap? To'g'ri ekan. Shunday kelasan, muammo yo'q, to'g'rimi? Yo'q. Zo'r ketganmasa. Yaxshi bo'ldi, zo'r bo'ldi. Mana ketyapti. 3 yil bo'ldi. Qo'rqib yuruvdim, bemalol. Muammosiz, to'g'rimi? Ha, Chotki bemalol. inshaalloh. Akam, Qo'rqmanglar, akam kelgandan beri aka dokument qilmagan, to'g'rimi aka? Ha, 3 yildan beri. Dokument qilmagan 3 yildan beri aka. Lekin mana birorta inson sizdan nimaga, qanaqa ketyapsan deb sizni bezovta qilgan yo'q, to'g'rimi? Xudo xolasa o'zim kutib olaman, telefon qilsangiz, O'zbekistonda turib aytsangiz, biletingizni yozamiz inshaalloh. Bo'ptimi aka? Bo'ldi. Xudo xolasa Mustafa aviakasani kuzatishda davom etinglar, mana shunaqa qilib akam o'rnida sizlar bo'lishinglar mumkin. Chotki qilib Xudo xolasa kuzatamiz. 3 yil bo'ladimi, 5 yil bo'ladimi, 10 yil bo'ladimi, pasportingiz ko'k bo'ladimi, posolstvodan olgan bo'lasizmi? Bizga farqi yo'q. Xudo xolasa muammosiz inshaalloh kuzatamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Albatta shu ko'rayotgan videolarni repost qilib, malol kelmasa, like bosib tursanglar inshaalloh. Nima dedingiz aka? Ha, to'g'ri. Biz xizmatdan to'xtamaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizga ehtiyot